Şübhachalik haqida qissa nomli asardagi qaysi jang qurollari Subida nomli asardan ko'ringan. Endi bularning qanday munosabati, buni ishlatgan obrazlarning qanday o'xshashligi, qanday farqi bor. Bu mazmun qiziqgan do'stlar, meni guvanji qo'lib, birdan yaxshi yurak ko'rib, filmning davomida diqqat qilinglar. Qissa haqida bayon. Endi bu yerdagi 4 plastik asarning ko'rinmalarni his qilgan bo'lishi mumkin. Bu asar Subida bilan Şübhachalik haqida qissa nomli asardagi bir qism jang qurollari, bir qism voqealiklar, bir qism personajlar dunyo qilingan o'xshashliklar jiq yaqin munosabati bor buning. Endi bundaq bo'lishdagi sabab nima? Avtor. Bu yerdagi Subida nomli asarning avtorida Shinaya bilan Loguanjong deb yoziq. Endi bu ikkisi to'g'risida, bu avtor to'g'risida nurg'un talash tortish bor. Bir qismlar bu yerdagi Loguanjong bilan Shinayani ustoz shogird munosabatida deydi. Bir qismlar ikkisi o'xshashli birodar. Bu yerdagi Loguanjong keyin o'zini taxallus qilib turib Shinayan deb turib buni yozgan deydi. Yana bir qismlar Subidaning keyingi 30%ni bu yerdagi Loguanjong tamomlagan deydi. Qilib qaysi ko'z qarash to'g'ri bo'lsa, bu avtor yaqin munosabatda mayli birodar bo'lib qolsin, mayli ustoz shogird bo'lib qolsin, shunami? Shuning uchun bu ikki cho'ng asarningmi bir-biriga o'xshashligi, munosabati ko'p. Shuning uchun bu yerda Loguanjong apandimga men ajoyib qoyil. Mamlakatimizning 4 klassik asarning ikkisi Mushadanning qalami degan gap. Endi bu ikki asarning o'xshashligi, yaqinligi bir qism Batur san'at personajlarning xarakteri, chiroy turqi buning o'xshashligi, ikkinchi bular ishlatgan jang qurollarining yana birisi voqealiklarning o'xshashligini ifodalandi. Masalan, Guldar Shayx Nurushinning gap so'zlariga qarasak, bu o'zining gursini so'qtirilgan vaqtida deydi-ku, men 100 jing eg'irlikda desak, Guayu hocamning Bardar Shamshirmi 82 jingkan 9 unda olsa, Guayu hocamnikilar o'xshash bo'lsin deb Guayuning mavaqalik chiqdi. Keyin bu yerda Ludishin turib ko'k tatmay sho'p, Royba xonim kelgan vaqtning o'zida, Jonsan qatorliqlarni urayotgan mush vaqtning o'zida deydi. Go sen bir qanchinka tumanning lashkari ichiga men o'zim yolg'iz bus chiqa olmayman deydi. Mishada Xansulik asli teksti qarsanglar, Xi Jinping deydi. Xi Jinpingni kim qilgan? Pingling qilganlar. Undaqda bu ikki asardagi jang qurollarining o'xshashligi, bu personajlarga kelsak, birinchisi qaysi? Bardar Shamshir. Kimningki? Guayunchangninki. Endi bu qora ijroak Bardar Shamshiri hammamizga tunishli qurol. Guayu ishlatgan 82 jing eg'irlikda. Shübhachalik haqida qissada Wenjujang Huashong Mayso'g'icha Huashongni qatl qilishdan boshlab Yalliang Wenchularning kalısnağını, 5 o'tkalda o'tkichi 6 sanğunning kalısnağını, Pangdo Yujinglarni tirik tutqani, Guayuning baturliklari qilgan to'klarni bu Bardar Shamshirdan ayirib qarg'il bo'lmaydi. Shuning uchun Guayu deyilsa-mu darhol bu Bardar Shamshir bizning esimiz keldi. Hamda bu yerda Guayu o'lgandan keyin buni Jangdongning sanğuni Panjang elib oladi. Keyin bu Guayuning bir rasmidan qo'rqib ketdi bir puhraning uyushunmagan vaqtning o'zida. Shuning bilan buni qo'g'lab kelgan Guanchang Panjangning bu yerga kalsini olib, dadisining bu Shamshirni qaytirib oldi. Endi Subida nomli asar qarsak buni Guanchang ishlatdi. Ya'ni Subida nomli asardagi Guayuning avlodi deydigan. Endi bu Subida nomli asardagi Guanchangning Bardar Shamshirning eg'irligi 82 jing degan gap yo'q. Eg'irlik tasvirlangan. Lekin buning Bardar Shamshir ekanligi, shakli turqining o'xshaydiganligi aniq bu shundaq. Ikkinchi bir tarafdan bu yer Guanchangning uzun soqolligi, buning kuchtingurligi, buning chilanturuq ot minib olishi, jangga moyirligi bu jihatdan shu Guayuga juyo qilingan. Uningizga bu yerdagi Guanchangmo Liangshan kuldagi otliq 5 yo'li bossanğunning top 5'i. Birinchisi Guayumo Liubeyning 5 yo'li bossanğunning 5'ti, shunami? Endi ikkinchi o'xshash jang quroli bo'lsa, Jiangba Shimao deydi. Ya'ni bu Zhang Fei'ning yılan uçluq uzun neysi, belki 8 dan uzunluqda olsa kerak bu. Endi Shübhachalik haqida qissa nomli asarda bu Zhang Fei yılan uçluq neysi bilan nurg'un dushmanning kallasini oladi. Buning xil eg'ir tasvirlandi, uning ustiga buningki jang ko'rsatgan to'kchi bu jihatdan qarsaqmi, Bardar Shamshirdan hech qanday to'van qilmaydi. Endi buning neysi boshqalarning qaraganda sal g'alita bir qarsaq, shunami? Nima shunday qildi deganda bu Zhang Fei uyushliq turdi-chu. Endi dastlab bu jang qurol tanlagan vaqtning o'zida har xil qurollarni ko'rib yaramaydi buningga. O'zgacha bir narsa ishlatkisi bor. Shuning bilan bu yerdagi yılanning chaqqan bir chiqishda dushmanga zarb berib yuzdan yo'g'on masalan shir deymiz, yo'g'on kolu deymiz narsalarni o'ltira oladigan zarxani mushundaq bir kuchli hujum qilish quroli ekanligini bilib
şunun bilan mening nayzamning uchi shu yılan başlıq olsun deydi. Şun qarsan yılanning do yo'gish tuğay yerini mushunim qilgan. Endi shu bo'ydan namliq asarda bu yılan başlıq nayzni kim ishlatadi? Qoplanbash Linchung ishlatadi. Endi bu ikkisining jang quroli o'xshash, lekin mijoz xarakteri tüptün karım karşı şuna bu. Zhang Fei mijaz nait istik, muhabbet nafırt nait enek üçün evamız bombaydıgan, nait kopal manda. Endi bu yetki Linchung olsa del eksçesel ezmaraq bu şuna mı? Üçün aldığa yedim alanmaydıgan. Endi aptor neyim üçün bu işkisini dübya okup koydu? Bu taz enik emas çünkü ba'zilar endi Zhang Fei mandığarak olsa texim yaxshi ulti deb o'ylaydi. Shunami mijozbek ishtik qo'pol bo'lmasa, mayxo'r bo'lmasa ulti deb. Shunda deysizlar-ku, Zhang Fei kamchiligi shu deb. Unda bo'lsa, mana bu kamchilikni yo'qotsa, qanday qaydan bo'lib qoldi-ekan deb Linchungni tasvirlagan bo'lishi mumkin-ku. Linchungniki chiroy turqi bu jihatdan Zhang Feiga o'xshash tasvirlandi. Bu ikkisining nayzimatining ustunligi, uning ustiga Linchungmi Liangshan ko'lki 5 yo'l bosanğının ikkinchisi. Zhang Fei mi Liu Bei'nin 5 yol basanğının ikkinchisi shunami? Bu ikkisi bir-birisiga shunday dübyo qilingan. Shuning uchun ham bu Zhang Fei mijoz mandaq o'z bulti deganlar. Endi bir gap qilinglar, mandaq bo'lib qoldi-ki. Uchinchi dangliq o'xshash jang quroli bo'lsa, Chao Xiaoman. Kişiler canında iki isimli esbadaydı. Onun birisi Chao Xiaoman. Demek kim kelgi isimle kep oldu o? Lü Bu. Şuna mı? Hem de üç parçalık hakkında kısa namlı kaserde Lü Bu. Bu Chao Xiaoman'ın namını çıkargan. Seyyingen Lü Bu deyimiz. Nurgun canlarda bu Lü Bu mu Chao Xiaoman'ın tayinip nurgun kişilerin kallısına ağan, Dongzhuo'nu möltegen, nurgun batırlıklarını gözetken. Bu can kuralının meyli Lü Bu'nun batırlığı bu cihette tol sözlep kettik. Hem üç parçalık hakkında kısadak bu Chao Xiaoman'ın işiltidigan yeni birisi Cao Cao'nun oğlu Cao Zhang. Cao Zhang mı Chao Xiaoman'ın işiltidi. Belkim bu Cao Zhang'ın Chao Xiaoman'ın işiltişi Cao Cao Lü Bu'nun mağlup kılıp kalısını ağandan keyin bunun Chilan Turğu'nu baş Cao Pi'ga keyin Guayu Gurbat'ı şuna mı? Hem de Chao Xiaoman'ı oğlu Cao Zhang'a vergen buluşu mümkün. Hem de Su Buydan namlıq əsərdə bu yerdeki Chao Xiaoman'ın işiltidigan kişiler bir kadar köp. Hem de bularning içinde bizge bekerek tunuşu Fanglarning inisi Fang Jie bilen Zhongtu şehrideki Shivengong. Şunami? Bulupmu Shivengong Lü Bu'ga bekerek dübyo qilingan. Çünkü bu yerdeki Shivengong bilen Lü Bu iş kelsi hem de manıqtıdan selbira. Onun üstüge bu yerdeki Shivengong'u Liangshan ko'lki ikkisi bir bo'lib tankilanmay qoladi. Shivengong'ning nayzi martimi intayin üstün. Hem buning o'qyam artimi nayt üstün tasvirlangan. Lü Bu'ga o'xshib qoldi. Onun bu Chilan Turqnaya tatib oldi. Mush mazmunlarga qarsak, ham bu yerdagi Shivengong Lü Bu'ga dübyo qilingan. Endi yeni bir köperek uçuraydigan bu ikkinchisi bor jang quroli Cao Cao'ning oliy sanog'ini Shuchuning Pifengdao deydiganmiz mani. Bir qarmoqqa Bardar Shamsharga o'xshab ketganman. Amaliyotda buni Pifengdao, Nipiz Shamsharlik neyza deymizmi? Buni mashta qaraq tarjim qilsak bo'ladi ekan. Endi bu haqiqatan Subudada qarsaqmi Liangshan ko'ldagi xiljiq baturlar mushni ishiltirish. Shundan endi buni chopmoq, kesmak oson, o'zi uzun, mudofaa yaxshi. Bu qurolni ishiltirganlar Liangshan ko'ldan bir qadar ko'p. Shuning uchun endi bu yerga jang quroli bu jihatdimi bu ishkaslarning o'xshashligi shundoq bor demakchi. Undan so'ng sizlar yana qaysi jang qurollarini shunday his qildinglar yoki kimga dübyo qilingan bo'lishi mumkin deb o'yladinglar? Bildiganlar, piyonchi qolsanglar davomli munoziralashsak bo'ladi. Rahmat.